Eng arzon sizlar uchun arzon narxda 2018-yilda ishlab chiqarilgan avtomat korobka Nexia 3 holati vahshiy tiniq, ikkita kalinkada pitnosini ko'rdim. Kalinkasi o'sha tosh tegadigan joylari bo'ladi, mana ham qismi bo'ladi kalinka. Naryot tomoni bilan sepilgan ekan. 3tami detalida kraskasini ko'rdim. Bitta krilo eshigida ko'rdim. Xo'p, konditsionerlari bor, avtomat korobka, yurgan probegi anig'ini ko'rib beraman. 214 ming mejigari bor. Mejigari ham 905 va 906. Salon holatlari zo'r. Amortizatorlarigacha polniy perekachka qildirib, tayyor qildirib qo'ygan ekanlar. Hech qanaqa xarajati yo'q. Patchimni sharavoy, mayda-chuda hamma rasxodlar qilingan. Hammasini yozib yurar ekanlar. Bemalol ko'rib tekshirib olsanglar bo'ladi. Mana shu, adashmasam orqa eshigida ham kraskasini ko'rdim. Qolgan joylarni bemalol ko'rib tekshirib olasizlar. Aytganimdek, ikkita kalinkasida ham bor. Lekin vahshiy, umuman olganda mashina holati zo'r. Eng arzonida olib maza qilib haydashingiz uchun 6850 ga beraveramiz, bosib yuboringlar.